Bugun sizlarga juda ham hamyonbop narxda Labo mashinasini sotuvga topib qo'ydim. Bu mashinaning ham aynan sezoni boshlanyapti. Yaxshigina pul topsa bo'ladigan mashina. Mashinamiz narxi arzon. 4 ta mexki balonlar o'rnatilgan. Yili 2019-yil 185 ming kilometr yurgan. Xo'p, akkumulyator ham yangi qo'yilgan, motor kapitalniy remont qilingan. Mashinamizni o'z og'irligini yaxshi ko'tarish uchun resorni ham usulini qilib mashinani tayyor qilib qo'yishgan. Mashinamizni kuzov qismi yaxshi holatda, DTP bo'lgan joylari bor, kraska bo'lgan joylari bor. O'zlaringiz uchun tekshirib olasizlar. Salon qismi ham yaxshi, o'rta holatda. Pastlari linoleum qilib qo'yishgan, o'zini radnoy o'rindiqlari, ruchniklari ishlaydi. Mashinamizning salon qismi ham o'rta yaxshi holatda turibdi. Bu yerda mashinamiz temperaturasini o'lchash uchun shunaqa datchiklar ham qo'yilgan. Mashina benzinda ham, metanda ham yuradi. Metan gaz ballonlari o'rnatilgan. Xullas mashina haydashga tayyor holatda turibdi. Narxini 3,5 ming dollar egalari so'rashyapti. Pastga nomerlarni qoldiramiz. Kelib ko'ring, ustozingizlar mashinani haydab, agar sizga yoqsa, narxini yana kelishtirib beradilar. Bu videoni Labo moqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.